Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Aziz birodarlar, barchalarimizga ma'lumki, inson foydali narsadan agarda harakat qilsa foydalanadi. Agar foydali narsani inson iste'mol qilmasa, foydalanmasa, uni qadriga yetmasa, u inson foydalana olmaydi. Shuning uchun hozir oldimizda shunchalik barakalik, siz bilan bizni jannatga kirgizadigan va Allohga yaqinlashtiradigan, gunohlarimizni kechirilishiga sabab bo'ladigan, do'zaxdan qutulishimizga sabab bo'ladigan oy kelyapti, bu Ramazon oyi. Albatta Ramazon oyi ulug' oy. Bunda shak shubha yo'q. Buni barcha olimlarimiz ittifoqiy masala. Ya'ni barcha olimlar aytadi, bu Ramazon oyi muborak oy, bu Ramazon oyi ulug' oy. Lekin shu narsani biz bilishimiz kerak va boshqa bilmaganlarga yetkazishimiz kerak. Ramazon oyidan kim foydalansa, kim qadriga yetsa, o'sha inson foydalanar ekan. Ramazon oyiga yetgan insonning har biri bu Ramazondan foyda ko'ra olmaydi. Balki qaysi insonlar o'sha Ramazon oyini qadrlasa. Qadrlasa degani Ramazonda shartlar bor. Birovlarni xafa qilmaslik, gunohlardan pok bo'lishlik, yaxshi amallarni qilishlik. Shularning ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha insonlarni aytib ketyapti. Bir necha hadislarda kelgan 4 turli inson bor deydi. 4 tabaqa, 4 toifa insonlar bor. Bularning gunohini Alloh kechirmaydi. Bu mening so'zim emas. Albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zi. Birinchisi nima? Birinchisi mudminul xamr. Aroqqa mukkasidan kirib ketgan. Doim aroq ichadi. Ba'zi bir vaqtda emas, doim aroq bilan. Ertalab tursa aroq, obedda aroq, kechqurun aroq, yotganda aroq, turganda har bir qadami, ya'ni hayoti aroqdan boshmas. O'sha insonning gunohini Alloh kechirmaydi, deyapti. Ikkinchisi aqun livalidayhi. Ota-onasi oq qilgan inson. Ota-onasini norozi qilgan inson. Ota-onaga oq bo'lishlik desa, duo qilishi shart emas ekan. Balki men sendan noroziman, xafaman. Ba'zi ulamolarimiz aytadi, bolam deb qo'ysa, o'sha yerda ham oq bo'lishlik ehtimoli bor deydi. Nimaga desa, sababi ota-ona norozi bo'lganda hech bir ota-onaning og'zidan chiqmaydi ekan bu narsa, lekin xafa bo'lganda, hijolat bo'lganda narigi farzandga nima oq bo'lib qolishlik ehtimoli bor. Shuning uchun har bir taraf, ota-ona ham, bolalar ham ehtiyot bo'lishligi kerak. Ota-ona aytib olib, keyin yig'lab yurmasin. Yoki farzandlari xafa qilib olib, keyin hijolat bo'lib yurmasin. Shuning uchun ikkala taraf ehtiyot qilishligi kerak. Ota-ona aytib olgandan keyin u kech bo'ladi. Ramazon oyida gunohi kechirilmaydigan insonlarning uchinchisi mushahin. Dunyoviy qaysi bir sababdan bir insonlar bilan muomalasini uzib, 3 kundan ortiq gaplashmasdan u insonlar bilan muomalani uzib qo'ygan insonni mushahin deb aytadi. Bu insonni ham gunohi kechirilmaydi. Albatta shar'iy sabab bo'lsa, olimlarimiz ruxsat beradi. Lekin dunyoviy sabab, bular bo'lmas, ba'zi bir dunyoni, ba'zi bir matolari uchun muomalani uzgan insonni Alloh taolo gunohini kechirmaydi. Va to'rtinchisi qati'ur rahim. Qarindoshlar orasidagi o'sha qarindoshchilik, silay rahmni uzgan inson. Silay rahm deganda o'zini aka-ukasi, ota-onadan boshlab, aka-ukasi, amakisi, tog'asi, ammasi, shular bilan muomalani uzgan insonni Alloh subhanahu va taolo gunohini kechirmaydi. Shuning uchun azizlar, agarda Alloh saqlasin, shu 4 ta gunohni ba'zilari bizda bo'lsa yoki qaysi bir insonlarda bo'lsa, albatta uni ketkazishga harakat qilaylik. O'tganiga salovat, tavba qilaylik va kelasi kunlarga tayyorgarlik qilib, kimlar birodan xafa bo'lgan bo'lsa, kechirib qo'ysin. Kimlarni aroq ichayotgan bo'lsa, uni to'xtatsin. Ota-onasini rozi qilsin. Qarindoshlar bilan ozgina ikrom qilib, qarindoshlar bilan bo'lgan muomalasini mahkamlab, mustahkamlab olsin. Shu Ramazon oyida inshaalloh hammamiz bir o'nglanib ketaylik. Alloh taolo barchalarimizni solih va muslih insonlardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.